Assalomu alaykum. Men Mavlonov Ma'ruf Mehriddinovichman, nevrolog, epileptolog, shifokor. Bugun sizlarga qisqacha EEG tekshiruvi, ya'ni elektroensefalografiya haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu o'zi nima tekshiruv? Tutqanoq, sudragi, epilepsiya deymiz, demak hammasi deyarli bir-biriga yaqin terminlar. Shu kasallikka bor bemorlarda tekshiriladigan tekshiruv usuli bosh miyani po'stloq qismini elektr aktivligini aniqlab beradigan tekshiruv usuli hisoblanadi. Uni xulosasi haqida gaplashsak. Qanaqa xulosalar beriladi bugungi kunda? Bizda eng ko'p 90% holatlarda va shunga o'xshagan xulosa beriladi. Bu yerda bemor haqidagi ma'lumotlar, shifokor haqidagi ma'lumotlar olib tashlangan. Fon yozuvida nima aniqlandi? Ko'z ochishda, ko'z yumda giperventilyatsiya, fotostimulyatsiya. Albatta bu tekshiruvlar qilinadi, lekin xulosa ikki varaq bo'lib, birinchi varog'i demak juda katta bo'lgan keraksiz ma'lumot protokollardan iborat. Ritm turlari, foizi, ko'rsatkichi, bu ma'lumotlar umuman xulosaga yoziladigan ma'lumot hisoblanmaydi. Va oxirida zaключение degan joyini, xulosani ko'radigan bo'lsak ham, yarim sharlar asimetriyasi, ya'ni ikki xilligi albatta yozilgan va undan keyin disfunksiya срединных образований yoki shunaqa yozuv bo'ladi, disfunksiya средних стволовых структур yoki bo'lmasa mana bu судорожная готовность. Bu terminlar, bu so'zlar umuman elektroensefalografiyani xalqaro xulosasida terminlarida yo'q so'zlar. Bunaqa ma'lumot, bunaqa xulosa berilmaydi. Bunaqa tushunchani o'zi yo'q. Albatta bu balki eski tuzumdan qolib ketgan sarqit ma'lumotlar bo'lishi mumkin. EEG tekshiruvi endi qo'llanila boshlaganda, hali uni rivojlanish davridagi. Lekin hozirgi davr talabiga bunaqa xulosa umuman javob bermaydi. Ya'ni bu xulosani xulosa deyish ham noo'rin bo'ladi. Hozirgi kunda xalqaro xulosa qanaqa strukturadan, nimalardan iborat bo'lishi kerak? Albatta bemor haqida ma'lumotlar, familiya, ismi sharifi, tug'ilganligi, turar joyi, tekshiruv kunlaridan tashqari bemor qabul qilayotgan dorilar. Albatta bu yerda tutqanoq xuruji epilepsiyaga qarshi dori vositalar dozasi bilan yozilishi kerak. Bemor hushidami, yo'q, hush tizimida tekshiruv usulida. Bu nima uchun kerak? Odatda reanimatsiyada yotgan bemorlarda ham bu tekshiruv o'tkaziladi. O'tkazilishi kerak. Statistik shunaqa ma'lumot borki, travmadan keyin bolalarda hammasida EEG tekshiruv o'tkazilish travma asoratlaridan o'limni 50% ga kamaytirgan. Va 30% bolada klinik ko'rinmagan holatda bosh miyada epileptik status kechayotganligi shu tekshiruv orqali aniqlangan. Ya'ni noaniq komalar bo'ladigan bo'lsa, bemorga EEG tekshiruv o'tkazilishi shart. Bemor uxlatilgan bo'lsa, asosan bu kattalarda ham, bolalarda ham nima dori vositasi berilgani yoziladi. Albatta EEG tekshiruvida antigistamin dorilaridan boshqa guruh dorilar mumkin emas. Ya'ni bemor miyasini to'liq o'chirib qo'yadigan narkoz yoki bo'lmasam chuqur uyquga ketkazadigan dorilar bilan EEG tekshiruvi o'tkazilmaydi. Albatta ma'lumot noto'g'ri chiqadi. Bemor xuruji qachon bo'lgan? Oxirgi marta kiritilishi kerak va uyqu deprivatsiyasi, ya'ni uyqusizlik bilan keldimi bemor. Odatda yilda 1-2 marta yo oyda 1 marta bo'ladigan tutqanoq
hujaylarini tekshirishda uyqu deprivatsiyasi qilib kelish tavsiya qilinadi. Chunki o'choqni topish, ya'ni epileptik o'choq bunaqa bemorlarda bir martalik tekshiruvda ko'rinmaslik ehtimoli juda yuqori. Apparatni parametrlari, ya'ni ko'rsatkichlari haqida ma'lumot beriladi, xalqaro qaysi tizim bo'yicha tekshirildi va tekshiruv vaqti. Bu muhim. Tekshiruv qancha o'tkazilganligi. 1 soatlik EEGda ma'lumot olinmagan bo'lsa, demak, shifokor uni tutqanoq xuruji borligi aniq bo'lsa, uzoqroq muddatli tekshiruvga qayta tavsiya qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu 8 soat, 12 soatli monitoringlar. Undan so'ng, demak, EEG xulosasining tarkibiy qismi EEG tasnifi, interpretatsiyasi, tekshiruv vaqtida xuruj kuzatilgan bo'lsa, uni demak ma'lumotlar beriladi va klinik korrelyatsiya. Ya'ni asosiy ma'lumot demak oxirida o'sha beriladi. Bu yerda qo'shimcha qilish mumkin, agar shifokor qaysidir sindromga xos belgi bo'lsa, uni qo'shib ketishi mumkin. Demak, bu xalqaro demak tasnif bo'yicha shu ko'rinishda berilishi kerak va oxirida neyrofiziologni familiya, ismi, qaysi kun tekshiruv o'tkazdi yoki o'sha xulosa berdi va qo'l qo'yib, pechat qo'yib berishi kerak bo'ladi. Mana bu hozirgi zamonda qilinishi kerak bo'lgan tekshiruv va xulosa. Aslida EEG tekshiruvi hozirgi standart bo'yicha 1 soatdan kam bo'lmagan vaqt davomida olinadi. Hozir hammada sun'iy intellekt qo'l telefonlarida mavjud. ChatGPT degan ilova orqali xohlagan ma'lumotni mustaqil o'zimiz ola olamiz. Demak, kirib agar EEG tekshiruvi haqida ma'lumot so'rasanglar, uni olinish davomiyligi va boshqa o'zinglarga qiziqtirgan ma'lumot kerak bo'lsa, olishinglar mumkin. Agar 2017-yildagi eski ma'lumotni taqdim etmasa, ya'ni u paytda yarim soat bo'lgan uyqu va 20 minut uyg'oqlik, ya'ni kamida yarim soat olinishi kerak bo'lgan. Hozirgi kunda esa bu 1 soatni tashkil qiladi. Balki shu ma'lumotni eski ma'lumotni chiqarib berish mumkin. Bizda juda ko'p uchraydi 5 minut, 7 minutlik EEG tekshiruvlari. Uxlatmasdan uyg'oq yig'latib EEG qiladi. U qimirlab yig'lab turgan boladan hech narsani bilib yo'q. Afsuski, bu juda ko'p. 90% holatda EEG tekshiruvi shunaqa o'tkaziladi. Aynan O'zbekistonda, Toshkentda ham juda ko'p bunaqa tekshiruvni noto'g'ri olish holatlari. Bemor 3-4 martalab afsuski EEG qildirib kelgan, qo'lidagi ma'lumotlar, tekshiruv xulosalari sifatsiz deyilsa, albatta bemorlar ranjitadi. Ba'zan ishonmaslik holatlari ham ko'p bo'ladi. Nima farqi bor? Bu ham EEG, bu ham EEG deydi. Albatta bunda farq katta. Shunaqa ma'lumot bor. Ketma-ket 4 marta olingan 1 soatlik, ya'ni bu qo'shsa 4 soat bo'ladi. EEG ma'lumoti bilan 8 soatlik EEG monitoring deyarli bir xil xulosa beradi. Ya'ni 80-90% holatda epilepsiyani ko'rsatib bera oladi. Undan kamlarida bu foiz yana pasayib ketaveradi. Endi demak, 5 minutlik EEGdan qanaqadir ma'lumot olish mumkinligi haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Savolinglar bo'lsa, yozib qoldirishinglar mumkin. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Agar bergan ma'lumotlarimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Sog' salomat bo'linglar.